Assalomu alaykum hammaga. Mana shunaqa akkumulyator keldi. Litsiy железо fosfat. Так, ячейка 3 ta parallel. Так, и последовательность 16 ta 48 volt. Juda katta 200 amperlik BMS turibdi. 2 oy 3 oy qishda taylab qo'ygan. Zaryadlari pastga tushib ketgan. Keyin yecheykalarda razbalans bor. Yecheykalarda juda katta narsa. Mana ob'yomidan ko'ryapmiz. Hozir bitta mana shunday mana hozir bunga qo'yganman zaryadni, bitta voltini ko'taryapman. Hammasi 1.9 gacha tushib ketgan volti. Mana 2.7 ga chiqdi. Mana amperaj, mana shuncha amper bilan ketyapti zaryad. 1.600 amper. 1 amperi 600 milliamper. O'zi hammasini mana birinchi boshidan boshladim. Mana shunday ko'tarib chiqaman 3 gacha, hatsabi 3 gacha chiqaraman. Hozir o'zini zaryadchigi bilan olmaydi-da, chunki pastga tushib ketgan zaryadi. 3 gacha chiqaraman, keyin zaryadga qo'yaman. Polni bo'lgandan keyin balansirovka apparatimiz bor. Balansirovkaga qo'yib, polni yecheykalarni balansirovka qildirib egasiga topshiriladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.